Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilar. Mana usta akalarimiz yana bitta foizli xonadonga chiroyli qilib naves qilib berishibdi. Bu navesimiz hozir Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani O'qchidan bo'lyapti. Agarda shunaqangi zamonaviy shumkali naves, uzuntok, kaziro qildirmoqchi bo'lsangiz, usta akalarimiz O'zbekiston bo'yicha xizmat qilishaveradi. Usta aka, bu navesimiz shumkali naves, shundaymi? Shumkali naves aka bu. Ha. Nimaga shumkali deyiladi? Shuni aytib ketaylik. Shumka faner tashiladi, falga yopiladi, tunuka yopiladi aka. Hali issiqda o'tkazilmashligi uchun yozgi kunda ham 100% o'tkazilmaydi aka issiqda. Ha. Shovqinda yomg'irda shovqini bo'lmaydi aka. Tushunarli. Qanaqa turib unaqa ovoz bo'lmaydi. DVP falga ustidan profinastlar 1 kvadratini bitishi qancha 1 bo'lyapti? kvadrat bitishi 300 ming so'm. Xuddi shu variantda bo'lganingizda 300 ming so'm. Mana shu holatdagi variant bo'lsa 300 ming so'm. Ha, hozir bu navesimiz nechiga nechi? 14 ga 10 aka bu. 14 ga 10, общий kvadrati? 140 kvadrat bo'lgan aka. Ha, summasi. Общий summasi 42 million bo'lgan, 41 millionga qilib berdik aka. 41 million so'mga usta akalarimiz chiroyli qilishib, mana naves tayyorlashib berishibdi. Profillari qalinligi. Profillar 1.7 stena bilan 1.5 stena aka. 1.7, 1.5 stena. Ha. Usta aka, endi mabodo menga uzun tokni o'zini qilib beringsa, qanchadan qanchaga? Tokni 170 mingdan shu 190 mingdan qilib beraveramiz. Ha. Keyin nimachi bu Lexanlar yoki Lexanlar 450 mingdan 580 minggadir qilyapmiz aka Lexan variantini. Tushunarli. Xolosa o'sha lazerli variantda, xohlasa даже mana gullarni o'rniga ham lazer qilib chiroq keldi. Albatta aka. Polni lazer desa, polni lazer qilib beraveramiz aka. Hozir tayyorlayapmiz aka Samarqandga, xudo xolasa. Ustanovka qilamiz oyda oxiriga, xudo xolasa bitta obzor qilib beramiz. Yo'lda gap yo'q, xudo xolasa chiroyli obzor qilamiz. Ustaga endi mabodo bozor va biznes kanalidan chiqdim desa, skidka bo'ladimi? Bo'ladi aka, albatta aka. Bonus qilib berasiz, xudo xolasa. Bonus bor aka. Gap yo'q, zo'r. Qadrdonlar, shunaqangi naves, uzuntok, bundan tashqari perila, darvozaxonaga shapka, darvoza xizmatlari kerak bo'lsa, ustakalarimiz shu temirda yasashib, o'zlari ustaxonada yasashib, masalan, olib borib shu 1 kun, 2 kun, 3 kunda o'rnashtirib berishadi. Hamma yo'q o'zlaridan. Ortiqcha temirobga, usta izlar, kraskobga deyish kerak yo'q. Ya'ni bitta qo'ldan chiqib ketadi. Chiroyli chiqadi. Qadrdonlar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsa, shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bitta like bosib qo'yasizlar.